أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه وآلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. yuqorqi oyatlarda o'sha ahli kitob bilan bo'lgan bas munozara bir qurib o'tib ketdi. Bu oyatda o'sha ahli kitob berilganlarga shunda degan demakchi, yoki butun insonlarga, ahli kitob bo'lsin, mushriklar bo'lsin, ummiyin bo'lib qolsin, hammaga shunda degan bo'ldi. Va hajjuka degan o'sha damir vav masalan, hum degan damir ahli kitob bo'lishi mumkin yoki jami'an nas bo'lishi mumkin. Fa in jadaluka fi anna dinallohi al-islam, Allohning dini islom ekanligi haqida jidallashib qolsa, takallashib qolsa, ashunda degan edi. Ham bu yerdagi ma'noda tafsir nasafi debdi, bu yerdagi damirdan murod vaqt Bani Najran indal jumhur. Ko'pchilik olimlarning nazarida Bani Najran, yani bular xristian dinida bo'lg'achqa, shuni kelgan chaqda ular Rasululloh bilan munozirlashgan. Demak, ular ashuni takallashib qolsa, ular menda degan bo'ldi. Bu ko'pchilik olimlarning tafsiri. Yana bir qarashda ahli kitoblar degan, yana bir qarashda butun insonlar degan. Faqul aslamtu wajhiya lillah. Aytdinki, men barliqimni Alloh taologa topshirdim, bo'ysundirdim. Mush oyatdan ba'zi olimlar aytgan, ular bilan shu takallashning o'zi natijaga keltirmaydiganlik. Munozirlashsa, munozir natijaga keltiradi. Shu aslamtu wajhiya lillah, men bo'ldim musulmon. Deblar bunda bir xil munozirning yo'lini taqib o'tgandek hozir. Munozir qilmayman sen bilan degandek bir ma'noda ko'rindimdi. Yoki bu munozirning jildi desak bo'ldi. Men mana iymon etdim, Alloh taolo bo'ysunaman. Sizlar bir qismi onda bo'ysunaman desa, ma'noga unumaysizlar deb munozir boshlashga iborat desak bo'ldi. Endi bu yerda vajhi deb abbara bil juz'i anil kulli nima uchunsa li'annahu ashraful a'do. İnsanın en şerefli a'zosi, hurmat qilingan, izzat qilingan joyi shu yuz. Ham har qanday inkas darhol endi chiroyi chiqadi. İnsanning rozilik, norozilik, xushallik, achchilik darhol yuzni ifodalangan bo'lg'achqa, yuzni tilga olgani bilan mishada butun vujudimni, barlig'imni Alloh taologa topshirdim, bo'ysundirdim degan. Yoki vajhi degan so'z qasd deganni bildirdi. Ya'ni vijha deymiz-ku, tavajjuh degandek, ittijoh degandek, bu yuzlanish, yuzni matarib qartish degandek. Xuddi mening yuzlanishim Alloh uchun degan, butun maqsadim, intilishim, tavajjuh qilishim Alloh taolo uchun degan ma'nosi bo'ldi. Ya'ni bu tafsirda axlastu nafsi va jumlati lillahi wahda. Butun barlig'imni, butun vujudimni men Alloh uchun saf qildim degan. Lam aj'al fiha li ghayrihi sharakan. Shirkan demdi, sharakan demdi. Sharakan desak, yani Alloh taoladan boshqaga mening vujudimda hech qanday bir shirkchilik, o'rtoqlikni qilmadim. Qanday qilishar qilsa unga ibodat qildigan, uni iloh deb Alloh taolo bilan birga chaqirdiganga unda qatmadim deydi, qo'shilmadim deydi. Ya'ni anna dini tavhid. Ya'ni mening dinim ash Alloh taolaning yakkigan deb e'tiqod qildigan ash dindan iborat. Va huwa dinul qadim alladhi thabatat indakum sihhatuhu kama thabatat indi. Bu ash islamu to'g'ri deb sizning kitobingizda, payg'ambarligingizlar orqali to'g'rilik isbotlanib bo'lgan din shu. Mening oldimdan bu isbotlanib bo'lgan. Men shuningga ergishiman, shuni tutaman, shuni e'tiqod qilaman. Va ma ji'tu bi shay'in badi'an hatta tujadiluni fihi. Men bilan munozirlash, takallashishinglar uchun men bir yangi narsa ekanmidim. Shu sizlar tunaydigan, sizlar burun e'tirof qilgan, e'tiqod qilgan dinmi shu. Boshqa bir yangilik qilib kelganim yo'q. Bu xuddi oyatga o'xshaydi. Ya ahli kitob ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum alla na'budu illalloh va la nushrika bihi shay'a. Men shu oyatda ikkalanib o'rtaq bo'lgan, saf dinning asli ma'yit bo'lgan shuni qaytaylar, kelinglar, ashun tutaylar deb chaqirgan o'xshash mishadimi? Men aslamtu wajhiya lillah.
Yangilik qilganmidi? Shu siz e'tirof qilgan islom dini bo'yicha butun vujudimni Allohga topshirdim dedi. Fa daf'un lil mahaja. Mana bu dolilishni, munozirlishni hozir shunda odam ishtirib etgandek bir ish. Yoki rad qilib etgandek. Bi anna ma huwa alayhi wa man ma'ahu min al-mu'minin huwa al-yaqin alladhi la shakka fihi. Bu qanda dolilishni, munozirlikni rad qilsa, bu Rasulullah yani men deylar, men va men bilan birga turgan mu'minlar e'tiqod qilib kelayotgan bu din bizning mavqeimiz, e'tiqodimiz shu hech qanday shak qabul qilmaydigan, shak kelmaydigan keskin haqiqat shu. Shunda turibli sizlar bilib turib ko'z yumsanglar, munozirlikning foydasi yo'q ekan. Shunday demoqchi. Demak, bu yerda munozirlik hozir kejlikdan, shunda jahillikdan kelib chiqadi. Ve men ittaba'ani ve bana ergeçkenler dedik. Ama atfun ala attafi eslemtu. Yani ben bütün vücudumda Allah'a tapşırdım dedi. Ve yani bana ergeçkenlerimi bütün vücudumda Allah'a tapşırdı demek. Ama eslemtu ana ve men ittaba'ani. Bu hazır ve men ittaba'ani fi mevdi raf. Men müşahede fi mevdi raf. Ve yecüz en yekuna mubtada ve haberuhu mesela أسلم وجهه يعني ومن اتبعني أسلم وجهه خبر محذوف هذا ومن اتبعني أسلم وجهه أيضا هذا من يعتقد وحسن للفاصل من جاء وحسن للفاصل يعني جاز العطف على أسلمت التاء في أسلمت لوجود الفاصل دمش أسلم بمجد أيضا bunda deb qo'ysa qanday oldi bo'lsa xuddi men vujudimni Allohga va menga ergashganlarga topshirdim demek bo'lib qoldi. Aslamtu nafsi lillahi va liman ittaba'ani degandek. Bunda bir atfadir an yaqinga atfilib qolsa Allohga atfilib qoldi. Asli bunda bo'lmaydi. Damirni kiramiz. Ana abrayat bag'o surati Usmon ana va man ittaba'ani. هذه سبيل أنا ومن تبعني Anında çatak yok. Ana degan shu Allohdan keldi. Bu yerda Alloh Lazzul Jalolning uni oldiga kelganikan, xuddi men Alloh taolaga va menga ergashgan, ya'ni mu'minlarga o'zimni topshirdim degandek bunda bo'lib qoldi. Ya'ni topshirish hozir Alloh taolaga mu'minlarga bo'lgandek. Bunda bo'lib qoldi deydi. Taz joyida chiqmaydi. Buni menda bir xil tushunsak to'g'ri chiqishi mumkin, lekin dal joyida chiqmaydi. Buyerda hozir munosib emas. Yani o'shanda hasolar gapirdilar, misol yejizliqim ya bu yerda unda yarashtiradi. Agar ma fasl bo'lmagan bo'lsa, o'sha unda bir yarashmaydi. Ma'nosi unda boshqa ketib qolibdi. Aslamtu ana va man ittaba'ani va yajuzu yakuna al-wawu bi ma'na ma'a. Endi menda arab qilsaqmi bo'lardi dedi. Vav mishada ma'a ma'nosida kelganda unda o'ngi maf'ul ma'u. Ya'ni men barliqimni ash mu'minlar bilan birga qatib topshirdim degandek. Mana ergashgan mu'minlar bilan birga o'zimni ash mu'minlarning o'zim bilan birga Allohga topshirdim degandek bo'ldi. Maf'ul ma'u. Ya'ni Rasulullohning vajhi Alloh bilan chetlab maf'ul bo'lib ketadi demak. Va man ittaba'ani fil halayn sahlun. Ya'ni bu shu fil halayn degani ikkili i'rob holatida manda i'rob qildi yoki unda i'rob qildi ikkili ahvolda mushqariylar ittaba'ani deb yo'lan o'qidi. Lekin bizning qira'atimizda va man ittaba'ani ya yo'q. Nunni kasr qilib o'qidi. Hali bu o'qigan qarilar sahluna shunda qira'at qilib o'qidi. Va Yaqub vafaqa Abu Amr fil wasl. Amma Yaqub ham istinafi so'z o'qishunda va man ittaba'ani fil halayn sahlun. Demak sahl ibn Muhammad ibn Yazid bu ittaba'ani deb mudakhirat. Yaqub bo'lsa Abu Amrga vaslda muvofiq keldi dedi. Abu Amr balki bu vasli qilgan chog'da yani sifatlagan. To'xtagan emas. Chunki ma ru'usul ayolab qolsa u boshqa, ular o'qigan chog'da u boshqa bo'lgan ekan. Masalan, o'qigan chog'da فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب. Demek vasıl qilgan chaqda yani chiqariladi demakchi. Ammo to'xtagan chaqda va ittaba'an deb lan shunda to'xtaymiz. Ittaba'an bo'ldi o'chada. Sakin o'qildi. Nima to'xtashda. Robbi akraman deganda qilimda. Bu nun hozir nima nuni? Nuni viqoya qilimda. Nun viqoya.
Nima uchun nimani qo'llaydi bu? Nuni loqayni nimani qo'llaydi? Yani Kelning lami zivaratidan zirga o'zgarib qolmasligini qo'llab turdi. Musha holatda. Ittaba'a o'tishma. Ayn mishar lam fa'l. Hozir ya kelsa ittaba'i bo'lib qoldi. Shu nunga gap qo'ysak ittaba'a deb to'g'ri bir to'liq chiqarib turib, nunni arsiqib qo'yib, yanında kelsak vajhiya madaniyun va shami. Vajhiya degan aslamtu wajhi deganni vajhiya deb qiraat qildi. Kim? Madina qarilari, Sham qarilari, masalan Madina Nafi', Shamning Ibn Amir degandek. Va Hafs wal A'sha wal Burjumi, Burjumi yake. Barajim deymiz odatda, barmoqning ubilarini barajim deymiz. Burjumi desek, bu mush A'shaniki savoq dishasi. Mushula vajhiya deb qiraat. Aslamtu wajhiya. Vajhiya emas, vajhiya. Wa qul lil ladina utul kitab. Yana aytingki, ash kitob berilgan Yahud Nasaralarga va yana kitob berilmagan ashu savadsizlarga dedi. Anadan tug'ilma savassiz qarab qo'saqlarga, ya'ni Arabning mushriklariga aytganki, aslamtum bihamzatayn kufi. Sizlar musulmon bo'ldingmi? O'zingni barqinglarni Alloh uchun topshirdingmi? Bo'ysundinglarmi? Aslamtum yani ikki hamza var edi. Kufa qarilari ikki hamza bilan qiraat qildi. Aslamtum. Yani annahu qad ataakum min al-bayinat ma yaqtadi husul al-islam. Yani sizlarga mo'jiza, dalil isbotlardan zot musulmon bo'lishga yetarlik, to'liq qanoatlangidek dalillar kelib bo'ldi. Hal aslamtum am antum ba'du ala kufrikum. Shu musulmon bo'lgansizlarmi yoki kafirlikni qilyapsizlarmi dedi. Musulmon bo'lgansizlarmi bo'lamdimi shu degandek. Va qila lafzul istifham. Demak, birinchisi shu istifham. Ikkinchisida bu lafz istifham bo'lgan bilan buning ma'nosi buyruq. Musulmon bo'lamanda qachongacha bunda musulmon bo'lib turasizlar degan tariqada. Ke qavlihi fahal antum muntahun, ya'ni bo'ldi tutinglarmi bu ishni, to'xtanglar degan tariqada. Bu buyruqdan iborat dedi. Siyg'isi istifham holatda bo'lsin. Demak, mishada aslamtumni bir hamza bilan yoki tasdiq qilib o'qiyotganlar bo'lishimiz. Aslamtum degandek. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Ayndada so'rgan, agar ular musulmon bo'lib qolsa, to'g'ri yo'lga kirgan bo'ldi dedi. Faqat asab rushd. Demak, mana to'g'ri yo'lni topgan bo'ldi. Rushd degan to'g'ri yo'lda minish. Yani to'g'ri yo'lga ma'lum bo'ldi deymiz. Asab rushd degan. Hayzu kharaju min ad-dalal ila al-huda. Demak, bu to'g'ri yo'lni minishi qanday bo'ldi? Chunki bular ozg'unlikdan hidoyatga chiqdi bular. Bunda chiqayotgandan keyin ularga to'g'ri yo'lni topgan bo'ldi. Demak, o'shada ihtadav deganni xuruj ma'nosi bor yerda deb. Al-ihtida nima? Tadammana ma'nal xuruj. Shu bu tadammun deydigan arab tilida. Ya tadammun bor. Yani fain aslamu faqad ihtadaw. Bu musam fain aslamu faqad aslamu deganda bo'lib qoldi. Fain aslamu faqad aslamu degan. Ihtadaw degan ekan, bu xuddi miyatın bunda chiqib minib, ma'noga chiqqandek bir narsani bildirdi. Hidoyat degan to'g'ri yo'lni topdi deganlik, yo'lni mangan ekan, undan joyiga chiqdi bu. Xato yo'l. Ya xuruj ma'nosi bormish edi. Va in tavallaw fa innama alaykal balagh. Agar yuz o'rib qolsa, unumay qilib qolsa, başta atıp kapkasa, senin boynunda olduğuna fakat yetkizişti ibaret. Halas. Yani sana ziya yetkizemedi onlar. Sana çıkan ziyini yok. Fainnama aleykel belar degine xuddi o'sha va in tavallaw şart var. Bu şart aziz javobga muhtojdir. Xuddi javobning o'rnida bo'lgandek. Qaim maqamal al-javob. Yani sana ziya yetkizemedi ular. Agar yuz o'rib qolsa, sana ziyini yo'q degandek. Chunki sen elchi agahlandırıcı. Sen fakat elçilikni yetkizish mecburiyetin var. Yana to'g'ri yo'lga agahlandırıp qo'yash, samiga sab qo'yash vazifen var dedi. Vallahu basirun bil ibad. Allah Taala bandalarni ko'rib turuvchi, ko'rgandikan, ularniki musulmon bo'lganligi, kafir bo'lganligi, yuz o'rganligi, qabul qilganligiga qarata mukofot va jazo beruvchi. Undan keyin bu va'dun va va'id. 21 oyat. İnnellezîne yekfurûne biâyâtillâhi ve yaqtulûnen nebiyyin.
Allah'ın ayetlerine tanıdığan, küfürlük kılıdığan, yani peygamberlerini öttürdüğan. Yani bunlar ahli kitaplar. Kitaplarla biz yukarıda Bakara suresinde bu Yahudilerin kılmışlarını, cinayetlerini bir kur aldığımızda ötkazmışsın ama. İntan kabih cinayetler. Bunun içinde peygamberini öttürüş, Allah Teala'nın ayet mucize talep kutturulaş, peygamberin gözü geçirulaş, buyruğu itaat kılmay, mucize teklif veriş degende bunlar işletti. Bir adamı şu Yahudiler peygamberlerini öttürgen. Demek bu ahli kitaplarının bir kısmı. Raduna bi qatl abaimil anbiya. Demek Resulullah zamanındaki Yahudiler bu peygamberlerini öttürgen bolsun, öttürüş fırsat olmagan bolsun, ularning ata boğulları şunu öttürgen. Öttürgenligi bu şunun razı. Ularni ayıplamaydi. Yani teha Resulullah'ın zamanında mı Resulullah'ını öttürüşke ne çıkardığını şu kasık. Yahudiler. Fırsat olsa öttürüptü, öttüremedi. Sonra Resulullah bir kadın bağa vaktida bir tölen meselesi için tam öyle bu tam öyle sizin Kur'an taşının yüzünü taşlaplam, taşının altı bastırıp öttürüp belki olan çağda vahiy kep kılıp Resulullah Kovgatçı Medine'ye kayıp gitken. Yana Yahudi ayardım bizde Resulullah'ı zehirlengen koyuna ekegen. Resulullah şunun ağzı apulap gen elevekken. Sonra da şu geli tesirlengen diye rivayet var. Yani ağaç vafat olan kadar geli ağaç zehirinin tesirde zahır ketken diyelim. Demek bu Yahudiler fırsat tapsa başında ötüreş tirişti. Fırsat tapamadı. Lekin ilgirki atı babaları aynı peygamberin ötürüp gelgen hak var. Bir gayri hak. Elbette bu peygamberlerin ötüreş diyen şey haksız oldu. Lekin ya bir gayri hak da tamamda peygamberin belki hem de bir sebep tüpelden ötürüp kalgan boşmuken degende o fikri kep kalmışsın. Bu pısırlayı nahak ötüreş ibaret. Yani peygamberler boğanızı uçmasıkla ötürüp sağlandı dep kalman demek için. Demek teklif koydu. Bu peygamberin ötürüş kanday hak oldu. Zaten bir gayri hak oldu. Yani katlı nebi la yekunu hakkanı. Ve yaktulûnellezîne ye'murûn. Yani tehe adalet talep kılar. Adaletli kişi kılınlar da hakkını söylediğin, hakkı buyurduğun kişilerini ötürüldüğün. Aslında emir maruf kıldıklarını ötürüldüğün bunda hak değil. Hamza, qari'lerde Hamza ve yuqatilûnellezîne ye'murûne bil qist kıraat. Yani ularla uruşduğun. Bil qist yani adl. Minen nas. Yani adetteki peygamberlerden başka adetli kişilerden değil. Ey sıvel enbiya. Buna minen nas yani müşahede. En-nas müşahede umum emez. Peygamberlerden başka kişiler demek. قال عليه الصلاة والسلام قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة. Resulullah bir hadisi de mündekeptu. Benu İsrail etiyende bir saatin içinde 43 peygamberini öttüretken dedi. Bu çağ Benu İsrail'de peygamberine köp kelgen. Bir şehirde 3-4 peygamber mesela. Her yezdi bir adım peygamber yani bunda buldu. Çünkü peygamberler birbirlerine körüşüp pişirişke havalı bağı. فقام 112 رجلا من عباد بني İsrail. Şulan Beni İsrail'in ibadet kuyumunda takvadar kişilerden 112 kişi kaç orundan turup ularını peygamberlerini öttegen katillara emir marif. Yani manda kıyığının bombada kılmanın tohtanlar da ularını tosaşka hareket kıldı. وَنَهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقُتِلُوا جَمِيعًا فِي آخِرِ النَّهَارِ مِنْ ذَلْكَ. 110 buyurganlarını öttüretti. Demek hazır bu eserlerden tefsir kılsak peygamberlerin öttedi. Yani emri maruf müşkü öttürüsü buluna dep şunun kadar toskallarını öttegelli bula. Febeşşirhum bi azabin alim. Muşunda bedbahtlarına sen elemlik azap bilen bişaret vergen. Yani elemlik azap bilen ulara hoş bişaret vergen. Febeşşirhum nima bişaret? Bu tahakkum. Çünkü bişaret yani köpince ahvalda yaxşı nasibin kıldı. Lekin bunu adatta xayrga sharga ishlatilishi mumkin dedik ku. Köpince ahvalda bişaret ishlatdi. Yani bu yaxshilik, xush xabar ilkirish direkt verdi. Lekin ahli qarta xuddi shu xush xabar nimasi bilan iborat surgan ekan. Dakhalatul fa fi xabar inna litadammun ismiha ma'nal jaza. Nima uchun tabashshirumda faham shakab qoldi? Innaning xabarda unda kirish kerak emasdi. Nima uchun esa innaning ismi shart ma'nosida o'zicha olib qolgan. Ma'na jazo degan shart ma'nosi. Kanna qila allazina yakfuruna tabashshirhum. Yoki man yakfur tabashshirhum degandek. Ya'labun azim. Kim kafir bo'lib ketsa, bunda tansa, amr ma'ruf qilgan o'tasa, ularga bunda alamlik azobdan xush bishorat ver degandek. Yoki tanıdığanlarga bunda qilgan degandek.
بمعنى من يكفر فبشرهم منا وهذا لأن إن لا تغير معنى الابتداء bunda bo'lishi nima uchun bu innaning nimasi emas deymiz bu innaning sababi yo'q fa'ning kirib qolishi asli innaning ismi shart ma'nosi o'zi abqaganlikdan deymiz nima uchun lianna inna la tughayyiru ma'na al-ibtida chunki inna bu yerda mubtadaning nimasini mubtadaligini o'zgartirmaydi inna kiriblar ismulab qolganiki u mubtada emas demaymiz deydi inna yani ma'nosi vujudga chiqdi zodi haqiqatan bunda bo'ldi deb vujudga chiqqanlikni bildirishga shuni roli bor ammo undan keyingi o'zining innining ismi bo'lgan narsa ya'ni shu mubtadalik ma'nosi bor edi undan shart ma'nosi shu fakki anna dukhulaha kala dukhul xuddi buning innining kirganligi kirmaganligi bilan farqi yo'q deydi xuddi masalan allazina yakfuruna bi ayatillah xuddi man yakfur bi ayatillah fabashshir degandek ولو كان مكانها ليت أو لعل لم تنع دخولها. أجل إننا أورندا ليت ولعل بلقطان بوسا بوشغدا بمبتدا لكن أزجرت تقطع. بعدين كان فا onun cevabı yani şart manasını muhtemelen buldu. Bوشغدا فا kirmeydi. Tebeşşirun bir adamın alayım diyenler ama Sibavay'ın usta bunda tefsir kılmayı. Tebeşşirun bir adamın alayım bu mu'tarida dedik. إن الذين يكفرون بآياته ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ده خد فبشر بآدم المعترضة بالقسط من الناس ده أولئك الذين حبطت أعمالهم demek aslında kılgalla lagaş elemlerinde işaret var aslında kılgalla ne أولئك الذين حبطت أعمالهم manda tefsir kılıyor bu manayeti bundan yarab kenan yani uçakta başka sebebiye yani nima deb başka bir tefsir qilib ondan mal jumla mu'tarrid qilib turib ulaikallazina habitat a'malumni uni xabari ulaikallazina habitat a'maluhum yani ashunda qilganlar ashula amallari bekor bo'lib ketganlardir dedi dunyo va oxiratda amal bekor bo'lib ketganlar dunyodami zodi bekor bo'lib ketdi oxiratdami bekor bo'lib ketdi dedi فلهم اللعنة والخزي في الدنيا. Dünyada mı bikalık etkendiken ulağa aşında bazı müminlerin kulu arkalık edeplerinin tetikleyişini tetiyordu. Yani Allah Teala'nın balaya afet kaskiriyordu. Çünkü dünyada lan bunun ameli bikalık. Yani ahirette mi meşerga topluma bir kitap kuşkanca hem bikalık kulu dedi. Demek dünyada mı harlık, resvaçlık, rahmetin kovulmuş var. Ahirette mi azap var. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ yani ulağa taka hemdenci, nusretçi, yardımcılar yok dedi. جُمِعَ لِوَفْقِ رُؤُوسِ الْآيِ Ay diyen cem'ul ayet. Ayetinin ahire yani köpük alette muaridun. Yap bunda kayganlıktan nasirin de mesliş için geldi de. Emniyette o birden bir sebep emez. وَاِلَّا فَالْوَاحِدْ اَنَّكَرَ فِي النَّفِي يَعُنْ وما لهم من ناصر اسمه أخشش ما عنده بولته çünkü النكرة في سياق النفي ما لهم yani ki nafi. Lakin yani şu hiç kanda nasır yardımcı yok diyen bولته dikim yani nasirin de pekilişe fakatmış ayetlerinin ahire da birbirine maskasını düşün dedi. Ameliyette ondan sebep olmaz. Belki sebep bu Yahudiler ötteyen peygamberlerinin ensarları vardı. İsa Aleyhisselam ben ensari ilallah dedi o. Hemimizden onda ensarları vardı. Ensarları olan iken xuddi bu ikki tarafning da ahvol muqobala qilgandek. Avlarni siz ensar va turug'liq siz o'tadinglar, ensarlarni o'tadinglar. Yani qiyomat kuni Alloh taolo sizni adablaydi. Sizni ensar deysizlik, voy nishqunda qilsan deb ovoz orqali mendan bo'lgan adamim yo'q edi. Balki endi Allohu alam. Yani payg'ambarning ensari borda, sizlarning ensarlaringiz yo'q. Sizlar intihoi qiyin ahvolda. Allohu akbar. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مشاهد ترى ينصزم إلى ولم تعدي ولدمنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني kitaptın azrak nesibi keltirilgenler nesibi berilgenlerge karamamsa bunun ehvalından eciplenmemse bu hayran kalarlık şu bu deb ta'jib dedik biz nima uchun ila bilan ta'ddi yo'lda ru'ya desa qarigan qarash orqali uni ejiblangan degandek bir ma'no bor litadammini ma'na nazar va ta'ajjub dedik demak bu rasulullohni ajiblantirish yoki mushu so'zni anglagan har qanday bir kishini ajiblantirish qara degan xitob rasul
أو لكل من يتأتى منه التعجب والرؤية. يريد أحبار اليهود وأنهم حصلوا نصيبا وافرا من التوراة. يعني بيادر يهوديلارning ulemalarining demoqchi. Ular Tavratdan hali yetarlik bir nasibadan iborat ilmga ega bo'ldi. Demak, shunda to'g'riliq, mushunda Allohning kitobi chaqirilib, nima qilsa unmaydigan mushu badbaxtlarga qaramamsa dedi. Yani Müslümanlar desek mi bunlar? El kitabın Kur'an'da. El-Azir lil-Ahd. Yahudilerin Tevrat nasıl kılındı? Kur'an desek hata oldu. Kur'an desek sebebin nuzul cihattan hata oluşu mümkün. Ama mani umum nukaysak Kur'an kendinin hükmüyle hüküm kılınışına özü haberi bağıtırıp hüküm kılınma Kur'an'la unumğallağa karta şudandır. Buna bir umumul lafz. Çünkü meyadaki maksat bu şu ayet sebep bilen bağlısak Yahudiler karta düşken. Lekin Müslümanlardan Yahudilik o'xshash unmay turib oldi, Allohning hukmini unmay turib oldigan shunga o'xshash bo'ldi. Lekin menda bo'lsin al-kitob degandan Alloh taolo tushgan barliq kitoblar bo'lsin. Andan nasiban degani shu kitoblarning ichida Tavratga ega bo'lganlar desak. Nasiba ularning nasibasi Tavrat bo'lgan. Ya'ni ba'zilarning nasibasi Injil bo'lgan, keyingilarniki Qur'on bo'ldi. Menda desakmi to'g'ri chiqdi. Müşahid mesela tefsirinin kiliside yine sebebin nuzul bağımdı. Sebebin nuzul lazım ona bayan kıldı. Ve min lit-tab'id ev lil-bayan. Min el-kitab yani min mana bir kısmı da manda düşünsek oldu. Ya ki bu nasib kanda bir nasib dese kitaptan bo'lgan nasibler nasibinin nimelikini türünü bayan qilib turgan bayan desek bo'ldi. Yud'auna ila kitabillah. Ular Allah'ın kitabıga çağırıldı dedi. Yani çağırılsın mı? Ularning o'ttirdi hukm qilinsin, mush bo'yicha deb chaqirilsin mi? Shunda to'g'riliq ular yuzi o'rib unmay turoldi dedi. Shunda hayron qoldirishda bu qaramamsa, shunda qildi bular dedi. Yudaun halum minalladina. Yani ashula qanday holatda esa, yani Allohning kitobiga chaqirilsin mi? Hukm qilinish uchun unmay turoldigan holatda dedi. Yani kitoblar degan Tavrat, ya Qur'on. Tavratning hukm bo'yicha chaqirilsa uni bo'lmaydi. Qur'on bilan hukm qilaymiz, uni bo'lmaydi. ليحكم بينهم جعل حاكما حيث كان سبب الحكم. Yani xuddi adir kitap ularni o'tirib hukm qilgandek. Ammo kitap hukm qilmaydi. Kitap bilan payg'ambar hukm qildi. Lekin mishada xuddi kitobni hakimda qildi. Nima uchun desa, lis-sababiyya. Majaz alaqatuhu sababiyya. Majazning necha aloqasi borda? Uning necha aloqasi borda? Kulliyya, juz'iyya, fa'aliyya, maf'uliyya, mahalliyya. Haliya degandek, ba'tibar makan va saykun degandek, endi aloqat qilyapti. Yerdan sababiyya, xuddi hukm qilish sababi shu ekan. Ashundan hukm qilgan bo'lgan ekan, bu hakimdek holatda tiklandi. Aw liyahkuman nabiy, ya'ni yud'auna ila kitabillah liyahkuma baynahum ar-rasul sallallohu alayhi vasallam degandek, men desak bo'ldi. Ya liyahkumning fa'ili nabiy, ya'ni Rasulullah Allah'ın kitabı boyunca hüküm kutlayı dese olmaydı demek. Rüya ennehu sallallahu aleyhi ve sellem dakala medrasahum feda'ahum. Mana sebebun nuzul mana şahid çıkıyor. Rivayet kılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularınki mektubiga kirgan deydi. Maktab desek mi oldu yoki Tavratni tilovat qilib o'tirgan uy desek mi oldu yoki shu muzokirxonasi desek mi? Dirasadan chiqdi-ku bu hamda madrasaga. Xuddi maktab hamda. Darsxonasi degandek joy. Bu da shuyada shunda Tavratni o'qib yo muzokiralashib tadqiq qilib o'tirgan bo'lishi mumkin. Ular Rasululloh ularni osh maktabiga chirab, ularni chaqirgan, ya'ni islomga chaqirgan. Taqallahu Naim ibn Amr va al-Haris ibn Zayd. Ular shularning ulamolardan bo'lish kerak. Sen qaysi dindor Rasulullohdan so'rabdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam ala millati Ibrahim. Ibrahim dindor. Qala inna Ibrahim kana yahudiyyan. Deganki o Ibrahim yahudiyga o'xshash. Bizning dinimiz haq demaysan, bizning dinimiz aytishing kerak degandek. Agar sen İbrahim dinida olsan, bizning dinimizga kirishing kerak. İbrahim dinida bo'lishing uchun. Chunki İbrahim yahudiyda dedi. Chunki bir oyatda Alloh taolo uni rad qilib aytgan, "Ma kana İbrahim yahudiyan va la nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, va ma kana minal mushrikin." Qala lahumā inna baynana va baynakum at-tauratu fahalummu ilayha. Endi deganki Rasululloh unda olsa, sizlar bilan bizning aramizda o'sha Tavrat hokim bo'lsin. Ash hukm qildiraylar. Tavrat ochqinlar, o'qinglar. Ashuni qanday chiqar ekan ko'ringlar. Halummu ilayha dina. Unda o'qinglar shuni demoqchi. Fa abaya. Unda degankim o'qimay turib oldi.
Yani bazı rivatlarda Rasulullah onu mübahalaga chaqirgan. Summa nabtahil fa naj'allahu ta'ala kazibin. Mübahala qilishadimsa, kilanglar deb mübahala deganda, bu ikki taraf shu duo qilib, agar men nimam yolg'on bo'lsa, Alloh taolo g'azab qilmayman masalan yoki jazolig'ay deb shu bilan tilaydigan gap. Buni agar Alloh haq bo'lgan bo'lsa, mübahala qilishga diyarekti. Xuddi bizning Uyg'urlarga minastinavas Qur'on supray, Qur'on tutaylar deydiga. Demak, mavqat kuchli odam, qo'rqmaydigan odam, bundan qo'rqmay, tavziyishdan qo'rqma degandek, qachini qiladi. Bular men bilgan ekan. Bu Rasulullohning haq ekanligini, Qur'onning haq ekanligini o'zining ashuzada ajinda asab qilib bunda turganini bilgachga, Alloh taolaning g'azabiga uchrab ketmas kishi unda darhol yaqtab turib. Muborak chaqirsa unmagan. Summa ta'alla fariqun minhum. Ondan, yani Alloh taolaning kitobi uchun hukm qilsin hamma payg'ambar desa, bu chaqda unmay bular. Ularning bir qismi qana qiladi, yuz o'rib ketadi edi. İstibadun li tawallihim ba'da ilmihim bi anna ar-ruju' ila kitabillahi wajibun. Yani bu ayette summa ta'alla şunda turuqliq Allohning kitobi hukm qilsin desa, shunda turuqliq unmay ketadamismi bular? Hali ketishni iblatlar. Yani Allohning kitobi hukm qilish desa unmay ketamsa degan tariqa. İstibad degani xuddi bu intayin chataq bir ishni qilgandek bo'lgan. Allah'ın kitabını qaytib, şu hüküm qildirish vacib deb o'zi bilgan turuqliq yüz o'rib unmay ketganligi haqiqatan hayron qolarlik ajoyib bir ish. Aslida bunda bo'lish kerak emasdi. Bu bir chataq bir ishni qildi demak. Va hum maridun va hum qawmun la yazal deydanuhum. Yani ularning unda yüz o'rib, haqqa unmay turilish, kezib turilish odati bu. Tabiiyati deydan degan odati. Kılıdığına değil. Kılıdığına şu yüzü ölçtü ibaret. Yani bir ayette sebebinizle Resulullah rejim ayeti meselesinde فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ فَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَا يَدُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Bu ayette Yahudinin bir ayelden bir zina kıygan. Zina kıygan iken bunu cezalaştırın ekegen çağda Resulullah çamma kesak kılmaz degan. Çamma kesak kılmoqchi bo'lgan chog'da bu yo'q, bunda qilish yo'q deb turuvlar. Tavratni aytishqama misalsa, Tavratni chiqib o'qib, bir yer kelgan chog'da qatchi Ibn Suriyamo birsa, Yahudin birsa, qatchi qo'lni rejim oyatini ustiga qo'yib, oldi keyin o'qilib atlab ketgan. Atlab ketganda Abdullah ibn Salammo shu musulmon bo'lganlardan birsa, tata qulog'ini yad va deb keyin o'qitib mat qilgan. Shunga yaqin hamda shu. Bid'ona ila kitabillah degan mazmun bor. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Yani muşulan bunda kezlik kılışının sebebi nimidir dese, bunun bir sebebi bula qancha biz qilsak mı bizni azoplash uzun davomlashmaydi. Do'zaxda biz bir qancha kunlar kuyimiz, unda ortiq azoblanish yo'q deb turoldi deydi. Ay zalika tavalli vel i'rad bisabab tashilim ala anfusihim amr al-laqab. Yani ash yüz o'rishi va unumay turilishi nima uchun desa, bu bizga azob asas kelmaydi. Har qancha qilsak deganlik sababdan bo'lgan. Va tam'ihim fil khuruj min an-nar ba'da ayyamin qala'ila va hiya 40 yawman aw 7 ayyam. Yani biz do'zax kirmaymiz, kirsakmi ya 7 kun ya 40 kun qiyaplamgacha enchiktalarimiz davomini cho'maslik yo'q deb shunda yüz o'rishni davomlashtirdi deydi. Bu 40 yawman degan nima ko'ran desa, shu muzayli ibodat qilgan. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات رب 40 ليلة. Şunama demek 40 gün hazır tuluqlangan bu 40 gün Allah Taala bilan uchrashib ketgan misol. Shu chaqda bular Samirining oldishi bilan bular muzayni ibodat qilishga chiqib ketgan. Demak, shu muzayni ibodat qilgan ash kun uzunligida kuyimiz biz. Unda ortiq do'zax kuymaymiz degan bir qanoat bor ekanda. وذلك مبتدا وبانهم خبره. ذلك diyen hazır mubtada. بانهم degene ve بانهم bila aqidikni hammani tomlab ekarsak xabar bo'ldi dedi. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Yani diyanet meselesinde ularning o'zi tappagan, to'qigan gap so'zlari alinda o'zini go'lladi deydi. Aldab qo'ydi deydi. Ay g'arrahum iftirahum alalloh. Demak bular Alloh taolaga anda gapni to'qib
Amaliyotda Alloh taolo 40 kunlar azoblayman, azoblamayman degan gap yo'q. Bu o'zi chiqarib olgan gap. Va qavlum nahnu abna'ulloh va ahibba'uhu. Yahudlar shunda deb turgan-ku. Ayda deb turgan bu iftira. Fala yu'adzibuna bi dhunubina illa muddatan asira. Biz Alloh taolaning unda balları, suyimlik bandalar bo'lgan ekan, bizni azoblamaydi, azoblasang kichikgina azoblab qo'yaplam, bo'libdi deydi deb gap to'qizonlikqa sabab bo'lgan. Yana ba'zini qarashida ekan, bu Yahudilar Alloh taolo Yaqub alayhisolamga va'da bergan. Ya'ni Yaqub alayhisolamga sening avlodingni men azoblamayman deb va'da berganda shuni azoblamaydi. Illa tahillatul qasam. Xudoing minkum illa varda degandek, shunda bilan o'tda shunda beriblam qayt chiqdi degan tariqada e'tiqod qilgan. Fa kayfa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Fa kayfa degan hozir, ya'ni ularni anda shak shubhasiz cho'qim bo'ladigan ashunda bir kunga to'plaganimizda har bir insonga qilmishining jazosi beriladigan kunda hech qanday naqschilik uchramay adolat bilan jazolanadigan mukofotdan kunga to'plaganimizda ularning holi nechuk bo'lib ketadi. Demak, hozir bu nimadan iborat? Yuqorqi ashularning to'qigan gapiga qarata raddiyama. Ondan ularning beshiga keladigan ig'ir ahvolini nayta surlik qilib ko'rsatish iborat. Fakayfa u oyda bir kun beshiga kelib qolsa, bu nima bo'lib ketadi bular? Yani ahval çataqsa unda bizani gullab juma demek. Sen bir şeyden bazı zamanın işte ayetlerinin anısına ilgili Nasara Yahudinin akadeki çatmayan Nasara Yahudinin namıyla değilken yani Nasara Yahudinin de değil mi yani mesela sebebin nuzuluna anısına mesela sahih kagenlerge şu sahihlikin olursa şu Müslümanlar tefsir kılıkmayı ve hatalasınlar. Yok, hatalaşmaydı o. Çünkü bir adam da sebebin nuzul olsun bana Yahudi Nasara kılın benim bir vaka kılıp çıktı bu ayet. Lekin tushgan bilan al-ibra bi umumlar. Odat ko'pincha ayolda umum xitob qilgan bo'lg'achqa, biroq sababini deb qo'yib, unda xitob umum bo'lgan ekan, ya'ni musulmonlarga, ya'ni shu ummatga qarata xitob qilgan deymiz. Hamma qul xas Yahudi Nasaradan xitob qilinibdi deydi. Mush Yahudi Nasaraning vaqalikni munda bo'lganda, unda qilganda, unda deyishgan degan gapni hammani bizga bayon qilib berishning maqsadi nima? Ibra bo'lgan ekan, avla shunda usullik qilib, tuzkorlik qilib, munda jazisini yap, Allohning rahmatini munda qo'llangan, sizlar qat'iy munda qilsanmanglar. Va la takunu kallazina kafaru demakchi. Deb bo'lib qo'yishdan hazar aylanglar deganda bor. Undan keyin shu maqsad bizimni. La rayba fi, la shakka fi kawni. Ya'ni kawni degan vuqu'i demak, bo'lishmi, uyg'urcha bo'lish. Deymiz-ku, uning bo'lishida, vujud chiqishida shak yo'q. Va ufiyat kullu nafsin ma kasabat. Ya'ni shu kunda har bir nafsga o'zi qilib topgan narsa qarta haqqi to'liq ado qilingan. Mukofot jazo to'liq berilgan deydi. Misharadir uqimal maksub maqamal jazo. Nima? Xuddi ma kasabat kasbiga ish berildi deb. Hamda ish berilmaydi. Uning jazosi ham mukofoti. Yoki jazo mukofot berishdan ilgari balki hamda uning qilmishini o'ziga tutqizib qo'yib turib masalan ko'tarama azonlarni masalan burun velosiped o'g'irlagan bo'lsa bo'yniga sep sazo qilg'ashotdi burun biz kichiklarda xuddi shunga o'xshash hamda shu jinoyatning o'zini o'ziga tutqizib tutama ko'tarama azonning qilmishini deb bunda ko'tarib bilish mumkin rasman uning qarshiligi jazoirga kelganda jazo olish mumkin yoki sababiyya tarafdan nakasabat degan bo'lishi mumkin yoki xuddi o'zi qilgan qilmish bilan uning jazosi uni bir-biridan ayirib olmaydigan bir narsaga o'xshash deb bunda iddaoi ishlatgan bo'lishi mumkin. Va hum la yuzlamun. Ya'ni shu kunda u kishilar tag'in unda hech qanday zulmga uchramaydi. Yarja ila kulli nafsin alal ma'na. Va hum degan kullu nafs shuning paytida. Mazmun jihatdan ya'ni kulluhum degan ma'no. Ya'ni fi ma'na kullu nas. La yuzlamun biziyada fi sayyiatihim va nuqsanin fi hasanatihim. Demak, ularning jinoyatini oshirib, yaxshiliklarni kamaytirib, unda nimaga uchramaydi? Adolat bilan jazolanadigan ashunda bir kunda uning holi qanday bo'lib ketadi? Qulillahumma malikal mulk
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Aytqinki ey Muhammad, ey Allah, ya Allah, mim ivadun min ya, yani harfini davomli ya degan. Yaning o'rnida qo'yilgan bir harf dedi. Yani elif tashlab oxiriga mim qo'yildi. Yani Allohummaning ma'nosi ya Allah dedi. Valida la yajtami'an. Shunga ya bilan u mim ikkisi billa jamlanmaydi dedi. Yani xuddi ya Allohumma demaymiz. Ya Allah deymiz yoki Allohumma deymiz. Va hada ba'du khasa'is hadha ism. Bu bunda mimning kirib qilishi, mimchisi ya oldiga kelmaydiganligi mushu lafzul jalolninki xususiyatlarining birisi. Allah Taala mu odatda o'zi zoti hech qanday maxluqlarga hech narsa o'xshamaganligi laysa kamisi shay. Allah Taala ismi zotimi mush i'rob mushunda nima ishladimi hech qanday so'zga o'xshamaydi ekan. Subhanal mutafarrid. Kama xusussa bit-ta'i fil qasam. Masalan qasam qilgancha tallahi deymiz-ku. Tavlanda kildi. Mushun xos boshqa narsaga unda tavlanda ishlatgan ish yo'q. Allah Taalaning o'sha ismi bilan xos. Va bidukhul harfin nida alayhi. Yana ya Allah deb unda deymiz. Ya Allah deb ta'rif oltida harfin nida alayhi va fihi lam ta'rif. Alayhi degan gapni ilatoman. Bu misolni qilsin qo'ychi. Yani lam ta'rif ba turib oldiga ya kirishim ism jaloldi bor. Eğer unda bo'lmasa ya xoliq deytimiz. Yal xoliq demay ya xoliq deydi. Nakirati deydi. Lekin ma Allah da el tushib ketmadi yani. Yani akasiga tushib ketmaydi deydi. Va bi qat'i hamzatihi fi ya Allah. Andın ya Allah deganda bu hamzati vasl aslida. Allah degan. Mesela billah deymiz va minallah deymiz. Vasl qilib tutib. Lekin ya kelgan chaqda qanday oldi? Hamza qatorga aylanib ketdi bu. Ya Allah deymiz. Yallah deymiz. Ama sirlatda yallah deb qo'ygan. Bu shiba. Ama ya kelib qolsa ya Allah. Va bit-tafkhim yana mufahhamlik bilan mo alayda. Aslida boshqa nima bo'lsa, nima bo'lsa Allah degandek. Yani Allah, Allah deymiz. Mufahham holatida chiqaramiz. Demak Alloh taolaning ismi sharifninki alaydiklari shunday. Malikal mulk. Yani butun mulklarning yoki mulk jinsininki egisi, podshosi degandek. Yani podsholarning podshosi degandek. Tamliku jinsal mulki. Yani mulklan bo'ladigan har qanday san ig'dochilik qilsangiz, ig'dochilik qiluvchi. Fatatasarraf fihi tasarrufal mullak. Xuddi bir narsaning egisideklam ashulga qartam tasarruf qilaversan. Va huwa nidaa'in san. Bu ikkinchi nido deydi. Yani Allohumma degan ya Allah dedi. Bu bir nido. Andin ya malikal mulk dedi. Bu ikkinchi nido bo'ldi. Yani ya degan xuddi muqaddaramda. Yani ya malikal mulk degan. Mush oyat hozir nima? Allah Taalaning qudratini ta'kidlashdan iborat. Anda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mush dunyoda amaliyan moddiy nusrat ato qilinganligi, g'alabaga erishilganligini shuning qarta bishorat berishdan iborat. Bu oyat shu Xandaqni qo'llayotgan vaqtida tushgan deb. Xandaqni qo'llagan chog'da iliq bir tosh chiqib qoldi-ku, Qur'on toshini qilib ular uni chapanmay qilgan chog'da Rasululloh kelib bir urib bilan shunda bir nur chaqnagan chog'da Futahat Faris dedi. Yani bir urib bilan chapgan chog'da yana bir nur chaq Futahat Rum dedi. Yani bir uribda Yaman fath oldi dedi. Degandikan buni Allah Yahudilar, Madinada Yahudilar atdi. Bu hozir sizlar o'zingni jiningni qo'lganmay shunda holat qo'rqishda qanday ko'rasizlar? Bu sizning payg'ambaringlar sizni bunda gullab ahmoq etib, sizni bundan keyin u yana nima qilsa, bu yana olishlar xuddi hozir emaslar. Bir yerga musulmonlarga sizlar, voy, Amerikani fath qilgansizlar, Xaloniyani fath qilgansizlar deganda bir gap. Bunda gullatdi bu, sizlar ahmoqqa do'sti bu deb bunda gap taqatgan. Taqatgan chog'da albat sahobalar Rasululloh rasulida va'da sidq bu deb shu chog'da unda ishongan. Men mishada hozir Alloh taolaning mu'minlarga va payg'ambariga qarta shunda nimani vujud qilib berganligi qodir ekanligini bayon qiladi. Tasarruf qiladigan bo'lg'achqa, podsho bo'lg'achqa bu Alloh taolaning qo'lidan keldi. Tu'til mulka man tasha, tu'ti man tasha'u an-nasib alladhi qasamta lahu min al-mulk. Yo'q sen mush podsholikni
Rimninki, Kisraning, Farisning podshohligini sen xohlagan kishiga berib bersan. Va tanzi'ul mulka mimman tasha. Yani podshohlikni sen xohlagan kishilardan tortib olasan dedi. Tortishni xohlagan kishilardan. Fal mulkul awwal 'amun wal mulkan al-akhiran khassani ba'dan min al-kull. Davonikin birinci podshoh malgal mulk degan umum. Yani bütün podshohlikning egisi sen. Bütün mulkning egisi. Hamma narsa sening mulking degan gap. Bu umumlikni bildirdi. Hamda tu'til mulka man tasha degan xohlagan mulkni, yani ash umum mulkning bir qismini, yani sen o'zing mulkingdan davlat podshohligini va boshqa mulklarni xohlagan kishilarga berishar demak. Davomki bu ikki mulk, oxiratda ikki mulk xas narsani bildirdi. Hamma mulkni emas, hamma mulkni bir o'tmaydi. Shu bir qismini birdir. Ba'dan min al-kull. Demak, shu ilgirki mulk degan umum shu hamma barliq mulkning bir qismi, ikkinchi, uchinchi mulk. Ruwiya annahu sallallohu alayhi vasallam hina fataha Makka wa'ada ummatahu mulka Faris va Rum. Bu rivoyatim bor. Shu Xandaq urushida bo'lgan rivoyatim bor. Ondan Rasulullohning Ammar ibn Yasir masalan va boshqa sahobalar nima qilib keldi bu? Rasululloh Ka'baning oldida o'tirib nima qilgan chog'da mu'minlar intayin qiyin qilinib azob g'urbatga qolgan vaqtda ya Rasululloh biz bu duo qilsak nusrat talab qilsalar deya Rasululloh g'ajida achchiq kelib qaynab ketdi. Nima deganing bu? Ilgirgi ummatlar shu bo'linib, har bilan tilib, minisidan tilsa, tutqalar tilinibdi. Ular shunda azob uqubatlarga duch kelgan bo'lsa, Allohning dinini qilch tavranmay yanmagan. Sizlar mingdan birini ko'rmadinglar, lekin sizlar sabr qilib tursangiz ko'rsizlar buni. Shuni dedi-ku, shunda bir kunlar keladi-ki, shu bir yerdan bir yerga, masalan bir qadini aydab mangan odamga birdan ansaydigan, boshqa narsadan o'g'ri, bulangchi, dushman, kafir bundan narsani ansamaydigan. Hatto bir ayolmi, kajuda o'tirib safar qilgan ayol, oyinda bir masofani besib o'tsimi, hech qanday xavf xatarsiz bunda kildigan kulli keladi. Valakinnakum qawmun tastajilun. Aldirib ketgan, aldiron qaqsizlar degan. Va shu kunlar keyin o'sha Hazrat Umarning, Abu Bakrning, balki Abu Bakrning zamonida ham Umarning vaqtlarida kelgan. Başlayalım nasıl to'g'riliq ma'lumotlar. Lekin mushuklar Abu Talibning keyiniga kelib hamdaysan Jelan To'sta degan maqollar bo'lgan dedi u sanqib podshoh qolibsin balki podshoh qildi deb qilgan maqollar bor edi. Shuni ham bilaykin shu xatga bo'lgandan keyin shuniki nazar bo'lganda. Balki mana shu kitob ko'rganman, ma birinchi vaqa endi Xandaq niki vaqaga qarta kelgan. Bu Madinada tushgan. Bu bir. İkincisi Yahudilar bilan bo'lgan munozara bu. Davomki Yahudilar Madinada batdi. Bular Rasulullohning degan bir qarta ko'rdim bu sunumda azman qurtumizga silib aqmaqda o'tdi deganda nazil bo'lgan degan fikr tushdi. Merda faqalatul yahudu val munafiqun. Mana merda Makka fath qilganda debdi. Makkani fath qilgan chog'da debdi. Bizligimiz birinchi Makkada musulmonlar qiyin ahvolda qolgan chog' dedik. İkincisi Xandaq vaqasi dedik. Va uchinchi sabab mana fath Makka debdi. فقالت اليهود والمنافقون هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هيهات degan nadimdan muvason ijrat ba'uda shattana degan Muhammad va İran Rim podshohligiga qadam erishsini lopche degan. Anda Rasululloh hijrat qilgan chog'dimi qo'lga kelgan Suraqiga uning taj nimalarini va'da qilgan. Shuni tushidi. Zamonida kelgan chog'da Rasululloh mana va'da bergan, "Men birisi buni" deb Umarning oldiga topshirib olgan ish. Bu xil mashhur voqea. Lekin bu Suraqining voqeasi Buxoriyda bor voqea. Rasululloh endi va'da bergan bo'lsa, Buxoriyda bor. Shu Rasululloh tarafdan islom kuta shu nimaga tiqilib ketgandek, uni sirkitib, muammay qolgan. Anga bu Rasul payg'ambar ekan deb va'dil bo'lay bunda deb nima qilsa Kisraning taj nimalarini zibzinatlarni sanvarman. Keyin ma'qul deb ketib, Umarning vaqtida Sa'd ibn Abi Waqqas masalan shu sahobalar Madinani fath qilib
o'zini ivatgan chog'da Madinaga, poytaxtga. O ondan Rasululloh menga va'da bergan, bu mening nisbatimda topshirib bergan. Demak, endi bu Rum va Iron bundayamni qandami qo'lga chigizib hukmronlik qilardi, bu shunda ojizlar bichoralar tursa bu degan chog'da bunda tushgan edi. Munofiqlar va yahudiylar shunday deb chiqdi. Va tu'izzu man tasha. Yani sen xohlagan kishini podshohlik bilan bo'lsin yoki boshqa sabablar bilan bo'lsin izzatga erishtirsan, aziz qilsan. Xohlagan kishini xar qilsan, ya'ni podshohning ta'tilishi orqali debdi. Demak, bu azrumum podshohlik bilan munosabat bo'lsin, munosabatsiz bo'lishi mumkin. Biyadikal xayr, yaxshilik sen elking bilan bor, boshqalarning qo'lida emas. Bu yerda al xayr dedi. Lekin sharning gapini qilmadi deydi. Ya'ni bu yerda al xayr va shar, biyadikal xayr va shar degan ma'noda demak ekan. Taktufiya bidikra hatta duddayna al-akhir. Demak, ma birsin desa, birsimi albatta o'sha Allohning qo'lida bo'lganligi ma'lum bo'lg'achqa, xuddi sarabila taqiqul har wal bard degandek. Demak, bu keyin nima issiqni saqlaydigan bo'lsa, sovuqni saqlaydi. Demak, yaxshilik Allohning qo'lida ekan, u yomonlikmi Alloh taolaning qo'lida. Miyada bir xil adab. Adab degan qarashmi bor. وَلِأَنَّ الْكَلَامَ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ الَّذِي يَسُوقُهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ. Yoki bu yerdagi bo'layotgan gap mush mu'minlarga ato qilgan, masalan, izzat amachidir, mulk amachidir. Mush yaxshilik haqida gap qilayotgan bo'lsa, mush yaxshilik zodi, yaxshilik har qanday Allohning qo'lida deb yaxshilik gapini qildi. Chunki bu gap yaxshilik ustida bo'layotdi. Shar to'g'riliq gap qilmagan. Navon kim mush yaxshilik qilmam dedi, u yomonlikning bo'lishi boshqa gap. Bu bir tafsir. Wa huwa alladhi ankaratul kafara. Demak, kafirlar aşı mu'minlar keldigan ataqımga yaxshilikni inkor qilganlar shu deydi. Undan keyin yaxshilik ustidan gap bo'ldi. Faqala betkil xayr. Tutihi awliyaaka ala ragmin min a'daik. Yani sen öz awliyalaringga dushmanlaring zari buningga zadi chidimismi? Unimismi? Unmay turadigan bo'lsa-mi? Sen shu beradigan yaxshilik demakchi deydi. Yoki bunday tegmondi. Asli xayr degan shu umum zali Alloh taolo qilgan hammasi xayr. Ham ba'zi Alloh taolo qilgandan ba'zisida shardek ko'rindi deydi. Masalan, ba'zida mayib tug'ildi, voqeaga uchraydi masalan, dunyoda urush bo'ladi. Bu menda shardek ko'ransimi, lekin umum insoniyat uchun yani fazilatning umum yani. Ularga yana xayr shu. Yani Alloh taolaning zoti taqdir qilgan har qanday narsa xayr. Hatto ba'zida deydigan, agar inson o'zining taqdirini o'zi tanlab, men bunda kunlar dushlar bunda yashay deydigan bo'lsa, yani shu Alloh taolo taqdir qilganini tanlaydi. Yani bu shu xayr zodi. Demak, Alloh taolaning shardek sana ko'rinib qolgan unda ba'zi bir balo qazo va qazo bo'lsa-mu, yana xayr u. Chunki umum insoniyatning foyda uchun, balki inson uchun foyda bo'lishi mumkin. Masalan, bir insonning ikki ko'zini men nurini olib olsam, jannatni beraman dedi. Masalan, ondan alaqa o'g'il farzandlarni qiz bola chiqsa bu jannatga yo'laysinda. Har qanday bir og'riqqa, har qanday bir qatilmas sanjiga ukol, ishkan ochiq dora, ashunamiz ajdirib turadigan bo'lg'achqa. Yani bu xayr. Yani Alloh taolo huzuriga pak-pakizlar gunohlar yuyilib, ondan bor. Shu qilgan chaqda ko'pincha inson jisalulab og'riqning dardida ko'p yetib qoladi. Mushini olim deydigan, bu Alloh taoloning rahmati. Allohning huzuriga borgan chaqda ash og'riq va kaza dadlamlar tufayli hamma gunohlar yuyilib, takan pak bo'lgan chaqda Allohning huzuriga pak-pakiz berishga tayyorlashda iborat. Agar shunday ketib qolsa, gunohlar yuyilmay, ishchataqdi. Lekin shuna ma yusibul muslim min wasabin va la nasab, hatta shawka yushakuha dedi. Shunami? İlla kan lahu ajr. Nalkan aşı bir okul sansa günahlar yuyildi. Yani ağırlık olsa yani günahlar yuyulup boğan ki o bir neçe ay, bir neçe yıl müşkilatından nurgun günahlar yuyulup gidiyordu. Geldiğin. Demek umum insanlar düşkeyken şer dep qaralgan nasıl mı? Emret xeyr boğan iken Allah Teala'nın kılmış hemmesi xeyirden ibaret boğan iken ya da xeyrini diler desek mi oldu? Yani eşşerrül cüz'i yetadammanu hayran külliyen. Çünkü bazen degandek riayetil edeb. Ve ma insanihi illa şeytan. Yani ondan başka ayarlı var o. Ya ki mandam diyorlar. El hayru tafaddul. El hayr tafaddul min Allah. Lekin şer diyen çoğu ceza. Yani onun çoğun bir nimesi olsa kılmış cinayet karta verilgen ceza. Lekin hayr diyen bu tafaddul min Allah Teala. İnneke ala kulli şeyin kadir. Hakikaten sen her qanday narsa qodirsan.
ولا يقدر على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك. Yani başka qanday bir kishi olsun, bir narsa qodir bo'lib qolsa, faqat sening uni qodir qilib qo'yganligingdan qodir bo'ladi. Bo'lmasa qodir bo'lamaydi. Wa qila al-murad bil mulk mulkul afiya aw mulkul qana'a. Yani ma va xuddamda halqa tafsir ishoradak bir narsa. Ba'zida bu mulk degan podshohlik deganning maqsad anda salomat bo'lish, qanoat bo'lish shu bir podshohlik. Yani tenin selamet olsa sen padişah degandek mesela. Ya qanoatchan bo'lsang, sen hech qanday muhtoj bo'lmandek. Bir narsa orzu qilishingda, nima qilishing yo'q. Bir narsaga o'zing mushtaq bo'lib qoldigan, u ko'nglinga intilib qolgan narsa bo'lmadigan, xuddi podshohdek yashaysan demoqchi. Bu ham bunda zuhad, mutasavviflarninki ishora tafsir bo'lsin. Qala alayhissalatu vassalam mulukul janna min ummati al-qani'una bil quti yawman fa yawman. Bu anda bir rivoyat bo'lishi mumkin. Mening ummatimdan jannatga podshohdek anda. Jannatning podshosi bo'lganlar, qanday odamlar? Kunlik shu bir kuni shu qo'saq to'yishining qanoatli bunda mangdan kishilar. Shu ba'zi mutasavvifa ya zuhallar agar podshohlar bizning ahvolimizni, ne kadar baxt saodat ekanligimizni bilib qolgan bo'lsa, tuyib qolgan bo'lsa, biz bilan jang qilib ashuni tatib olamiz deyishatdi degan gibi bor. Bu qanoat bizdagi ko'ngil azobchiligi, ko'ngil rohati, bu podshohlar uni o'ylabmay, his qilmaydigan narsa. Agar uqib qolsa, shuni tatilish uchun bizlar jang qilib dedi. Aw mulki qiyamul layl. Mana bu ibodatgo'y kishilarmi? O'sha kecha namoz o'qishning fazilatini alar ko'z tutib, yoki o'sha kecha namoz o'qishga qodir bo'la oladigan bunda iqtidor, ne? Xalqning kishilik bir davlatdan. Hammasi mana juz'iy bir narsani ko'z tutibdi. Oyatning mazmuni unda bir narsa qartishing yo'q. Umum. Va an Shibli rahimahulloh al-istighna'u bil mukawwin an al-kawnayn. Yani bu zahidlardan, mutasavviflarning kesh qilib peshqadamlari. Bu Junayd shogird bo'lgan bir Abu Bakr Shibli 334-yili vafot bo'lgan, tege turkkan buni. Shu bizning O'rta Osiyo tarafdan, Mavaran Nahr tarafdan kelgan. Bu asla bir shahar boshliqdek bo'ladimki, Anda şu zulüm, muhakaza, adetten dayında, hukuk dairesinde bulduğun, yani böyle zulümünü görüp, aşağıdan taşlap, müşkek gelin. Cüneyt'den taşık gelgen çağda, yapsa hizmetini kılıyla, aşağıda hakkının zulümünü yengillet, deyip tablat diken. Ki anda bir müddet turup bakıp, ben az ahire, şedemay, Allah aşağıda taşlap. Bunun delaf ibne Hocedar diyende, Hocendar diyende ismi. Dadısının ismi Türkçe olan olsa şu, delaf ibne Hocendar. Yani Abu Bakr Shibli ise meşhur. Ve Abdülhalim Mahmud'unki Abu Bakr Shibli de kitap var. Bu adamla tanıştırdım. Bu anda mutasavvuf hazır. Yani zahid bunda tefsir kıptı. Müşünün tefsiri hazır. El-mulk diyen ma el-istighna'u bil mukawwin anil kawnayn. Kawnayn degeni bütün müşü aslan olsun ki alem bo'lishi mumkin. Bütün alemga sen muhtoj olmay, aş alemlarni paydo qiluvchiga muhtoj bo'lsang, shu podshohlik degan shu. Kichkina odam bilan dunyo oxirat balkimda. Allohning jannatini tamoq qilmas, Allohning ko'zidan rozi bo'lishni ibodat qiladi. Rozi bo'lishni dedi. Mushu unga yaqin. Xuddi ma Rabbaladan bir so'z bor. Alloh in kunta abadtuka khawfan minan nar fa'adhibni biha. Wa in kunta abadtuka tama'an fi jannatik tahrumni minha. Bu anda Allah Taola'nın shu. Başqa hech qanday maqsad aralashmagan Allah Taolo da Allah bo'lganlik uchunlar unda biz suymaymiz. İlahi deydiganlar. Metlubi. Nima Rabbaladan tuhibbuka hubbayn, ha? Hubbul hawa يحب من الذي يحب الهوى فشغلي بذكرك أمن سواك degan bir she'rlar bor. Hozir bo'limi ashunda bir nima qilyotganda. Ya'ni al-istig'na bil xaliq anil xalq degandek, ha? Bu musho rasmiy podshohlik. Hech kimga maxluqdan bo'lsa muhtoj bo'lmaysan. Alloh taologa muhtoj bo'lsan, o'chadi buni podshoh bo'lgan bo'lsan. Andin tu'izzu bil ma'rifa degan ma'no tafsir mana. Yani al-mulkni tafsir qildi. Ya'ni nima? Al-istig'na bil mukawwin anil kawnayn. Hem tu'izzu da buna ikki qo'yibdi bil ma'rifa deysan. Allah Taola'nın tanışıyla andın sen ezgilse. Av bil istigna bil mukawwin ya ki Allah Taala sen kifay olgaçqa başka muhtaç bulmagan halat arqılı sen ezgilse. Av bil qana'a ya ki qanaat bilan ezgilse ve tudillu bi addabiha. Aşın aslından zitoğun mazmunlar bilan sen xarqlisa.
Yani şu Allah Teala'ya muhtaç olup bendiler hatta hacitim yok demey. Allah Teala'ya muhtaç olmay, bendiler muhtaç buluyorsan xar olduğun gap. Allah Teala'nı tanımısan yani xar olduğun gap demek. ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهما. Ondan Allah Teala ayetime elbette özünün kudretinin zaten çeksizliği. Xalqan kişi padişahlık, kudret, g'alaba ato qilganligini, xalqan kishini xar qilganligini bildirsa, oxirdimi keyingi oyatda kecha kunduzninki oqaqidan kirish voqealigini bayon qilish orqali o'zining cheksiz qudretini bayon qildi. Yani bahira degan kishining aqlini hayronas qoldirgan qudretini. Ve halul hayy vel meyyit fi ihraj ahadima min al-akhar. Ondan shirik bilan ulag deyiladi. Buni bir-biridan chiqirdiganligi. Yani ulag narsini tirik narsini chiqirdi. Tirik narsini ulag narsini chiqirdigan bunda qudrati bor. Ve atafa alayhi rizqahu bighayri hisab. Ondan yani rizqlarsa o cheksiz bir ta'laydiganligi ma qudratini bayon qilib qo'ydi dedi. Oxirdan shuni bayon qildi dedi. Mana tulijul layla fin nahar ve tulijun nahara fil layl. Yani sen keçini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan, yerdan xuddi onun kulli şeyin xalaqna zawjayn deganda hamma narsa jibbaratga al-layl va an-nahar yerda jibga o'xshaydi. Onun kulli şeyin xalaqna zawjayn ithnayn va yarshal layl va an-nahar yatubu hadatama. Yani bak shunda ayırlı var. Fal ilaj idkhalu shay'i fi shay. İlaj degan bir narsa kirgizishdan iborat. Bu majazun huna ay yunqisu min sa'atil layl va yazidu fi an-nahar. Ya bu yerda kirgizish degan bir majoziy iborat. Bu yerda maqsad kechining soatlarini kamaytirdi, kunduzni ziyoda qildi. Kunduzning soatlarini kamaytirdi, kechininkini ziyoda qildi. Mushu orqali bunda qilib turdi. Endi kecha aslimi, kunduz aslimi? Bas amaliyotda kecha bo'lib, Alloh taolo kunduz vaqt kelgan chog'da yo'ritib berib, bu vaqtli qanday bir favqulodda kelib qolganmi yoki asli kunduz bo'lib, bir qismini qaraytirtamdi degan nimada talash bor. Şu anda bazı manimilde bir ayet var. Neslahu minhun nahar. Ayetul lahumul leyli neslahu minhun nahar. Esne kunduz olan? Kecha asli oldu man. Onundan naharını sal qilib chiqardik degandek bo'ldi. Kecha asli oldu. Yani şuna biz manimilde ecemliğimizde kunduzni asos qildik. Kunduz boshqa keladi. Mesela Çislarda Bamdatdan keyin Tangirog'ondan keyin yangi kun chigan bo'ldi. Ma arablarning qamariy kalendari bo'yicha kecha oldida keldi, endi kunduz oxiri ayshib bo'ldi. Masalan, Payshanba bilan Juma oralig'ida kecha, shu Jumaning kechasi, Laylatul Juma. Navashamda keldi, g'urub bilan endi bo'ldi. Yani bir ayette yukavurul layla an-nahar ve yukavurul nahara al-layl. Muşmaşınla yakın. Ve tukhrijul hayya minel meyyit. Yani şirikni ölüdüğün nasiden çıkırsaydı. Ülekten çıkırsa desek mümkün. Çıkıldı. Yani el-hayvana minel nutfa. Meyyit nazar bu cumhurninki İbn Abbas, İbn Mas'ud, Qatada, Mücahit qatarlıqninki tefsiri. Yani abi Medine'den sen muşunda canlılık ne? Hayvan degan mesela canlılık. İnsan bo'lishi mumkin, hayvan bo'lishi mumkin. Hayotlik narsani chiqarsam dedim. Avval farqa minal bayda. Yoki tuxumdan cho'zi chiqarsa, yoki mu'mindan kofirni, kofirdan mu'minni chiqarsa endi. Yani ya mu'minni kofirdan chiqarsa. Kofirning bir bolasi bo'lsa, bolasi mu'min bo'lishi mumkin. Shundami? Mu'minni kofirdan chiqarsa degan mush qarash Salman Farisidan Hasan Basridan keldi. İlgirikse jumhurning qarashi İbn Abbas, İbn Mas'ud ve Qatada mücahitlerine karşı. Yani şey tukhrijul hayya minel meyyit her anda hayna şu meyyitten çıkarış gerek mi? Bir hay bulaş için bir meyyit bulaş gerek mi? Bunda bulaş gerek emez. Çünkü bunda olaqas teselsul olup kaldı. Yani Adem Aleyhisselam'ın varsa meyyitten çıkargan buluş gerek olup kaldı. Ama o meyyitin bir haydin. Ona şunda teselsul olup doğru ve teselsul diyen narsa. Lekin bunda kıldı dedi. Bunda kılış Allah Teala'nın bir kıldığı şey süftüde bayan kıldı. Lekin bu hayni meyyit emas, yo'qdan chiqara olamdi degan gap maskutna, hali mafhum muxolifat. Mafhum muxolifat bu yerda qamlashmaydi. Alloh taolo balki u nutfidan emas, hech qanday bir narsa tayanmasdan, oldida bunday bir narsa bo'lmasdan yo'qdan shu gachni chiqarishi mumkin. Bunday desak mumkin. Yani bu maskutuna muvofiq. Lekin mana degini bunda ahvoli bor demakchi. Yani ihroj shay min g'ayri shay hozir betilganmi? İhraç şey min şey kılgalında ve terzuqu men teşâ'u bighayri hisab. Yani xalqan kişilerge hesapsız rızk ata qilsa
La ya'riful xalqu adadahu. Yani mahluklar onun sanını, haddi savını, miqdarini bilinmeydi. Allah Teala'nın huzurida ma'lum bo'lsa-mu, mahluk bilinmeydi bunu. Liyadulla ala anna man qadara ala tilka al-af'al al-'azima al-muhayyirati lil-afham. Yani aşı aql idraklarni hayron has qoldirgan ashunda katta ishlar qodir bo'lgan kishi ondan yana taqa qolgan kishilar cheksiz haddi hisobsiz rizq ato qilish qodir bo'lgan kishi bu chog'da nimaga qodir? Alla an yanza'al mulka min al-ajam. Ash ironliklardan, rimliklardan podshohlikni tortib olib arablarga ato qilishga qodir degan gap. Yani Araplarni izzatlash, musulmonlarga izzat ato qilib, ularga podshohlik ato qilishga qodir degan gap chiqadi. Va fi ba'd al-kutub ana Allahu malikul muluk. Ba'zi kitoblarda bunda rivoyat qilingan bu bunda vaizlar deb yurgan gap bo'lishi mumkin, ha? Ana Allahu malikul muluk. Asli bu nima bo'lsa, hadis qudsi siyg'asida kelish kerak. Ibadul kutub degan ekan bunda bir asos yo'q va rivoyatli bo'lishi mumkin. Ana Allahu malikul muluk, qulubul muluk va nawasihim biyadi. Men podshohlarning podshosi, barliq podshohlarning dillari va ularning ko'kullari mening qo'limda. Fa inal ibadu ata'uni nawada bandalar meni itoat qilib qolsa, ja'altum alayhim rahmatan. Men osh podshohlarni aj bandalarimga rahmat qilib beraman. Wa inal ibadu asawni nawada bu bandalar meni asilik qilib qolsa, ja'altum yani ja'altul muluk alayhim uqubatan. Podshohni ularga uqubat qilib beraman. Fala tashtaghilu bisabbil muluk. Shunga podshohlarni tillashlar mashg'ul bo'lmaysizlar. Walakin tubu ilay. Lekin sizlar meni tavba qilinglar, rusmanglar, keyin podshohlarni asta o'ngishib qoladi. A'tifuhum alaykum. Yani ashularni podshohlarni sizga adolat bilan qaraydigan, mehr-shafqat qiladigan biraman. Sizlar oldida o'zing ruslanglar. O'zing rusmangmay, hamma ishni podshoh hukmliqlab artib qo'ysam, buninglar ish olmaydi. Hozir ko'pincha shunday bo'ldi. Masalan, shu misrlikdan so'simi, nima qilmayapman emas, nima qilmani qilmaysa, masalan, shu hokimdan qarshaydi. O'yin oldida axlat yig'ib qo'yashin desa, hokimdan qarshaydi. Mashinani pokiz tutmaslikni desa, hokimdan qarshaydi. O'zi tamoshchiga shu qavg'ada o'tirdi. Shunda hokim tillaydi. Yani sen rus bo'lganki, podshohlarni rus bo'lsin. الناس على دين ملوكهم ينسوا وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم شوال القضاء في مسند الشهاب ومشهور حديث كما تكونوا يولى عليكم sizlar qanday bo'lsanglar sizning ahvolingiz qanday bo'lsa shunga o'xshash shaklda sizlarga unda hokim podshoh tiklindi. الناس على دين ملوكهم الحي من الميت والميت من الحي يعني الحي من الميت والميت من الحي بالتشديد حيث كان مدني وكوفي غير أبي بكر. أبي بكرنا تنبت تقول كان ده. نما أبو بكر دم باشقلا كوفة مدينة قاريلنا مسه قرآن كلامه زادم شو الحي من الميت والميت من الحي ده من دارن كأجن أور الله ده مسته الميت تبنا تشديد الله وكده. أبو بكر شو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا ميت ولا Meytning farqi bor. Meyit bo'lsa, sen hayotdaqa. Lekin bundan o'ladigan odam degan bo'ldi. Ya'ni kim o'ladigan hayotlik degan bo'ldi. Hayot narsa. Meyt bo'lsa, tashdid emas, holatdan taxfif bilan o'qsa, o'lib bo'lgan, o'lak degan bo'ldi. Chunki innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ya'ni kelajak sen o'ladigan odam degan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Mu'minlar kafirlarni unda igichaqa, yetim do'st qilib olmasin. La yattakhid nahyazir maga. Sakin qilib o'qsak la yattakhid. Ular bo'lsa la yattakhidil deb o'qidi. Bu nahy. Lekin la yattakhidu desakmi to'g'ri chiqardi. Xabar. Yani mu'minlar kafirlarni avliyo tutmaydi. Ularning ahvoli shunda. Ya'ni tutma. Xabar bi ma'na nahy chiqdi. Va ichkilisi baribir nahy bor. Nuhu an yuwalul kafirina liqarabatin baynahum aw li sadaqatin qabla al-islam aw ghayra dhalik. Yani mu'minlar kafirlar qarta İslamiyatdan ilgiri olsun, keyin olsun, ancha-muncha ag'indachilik ya urug' tuqqanchilik sababidan ularga butunlay unda muvala qilish deganimiz ularni do'st tutib, ashular bilan ahu deyishadigan, hamdam bo'lishadigan bunda bo'lmasin. Shundan cheklangan. Vaqat kanadagi Qur'on, Qur'onda bir necha nimada kelgan bu. Ya ayyuhallazina la tattakhudul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya ba'd. Masalan
والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم في الإيمان. Allah üçün söyüş, Allah üçün nefret qilish. Yani muhabbet nefret degan o'sha iymonning muhim bir sho'bisi bu. Muhabbet nefret. Muhabbet nefret bo'lmasa u iymonmi joyi bo'lmaydi. Yani kafirlar mesela dost ağına, Müslümanlar dost ağına, mevka turishdi ma'nolar tursa, ma'nolar tursa, bunda bu hubbullah va bug'dullah bo'lmaydi. Min dunil mu'minin, yani mu'minlarni tashlab qo'yib, kafirlarni ijod qilolmasin demoqchi. Yani annalakum fi muwalatil mu'minin manduha an muwalatil kafirin. Yani sizlar mu'minlarni do'st tutsanglar, ijod qilsanglar, bizda azochilik bor. Manduha degan Fitari manduhanil kadib dedik. Ve dair bu söz qilsa, yalg'on söz qilish qarta kamchilik, azochilik bor bunda dedik. Şey manduha yani kamchilik, azochilik bor. Demak, mu'minlarni do'st tutsang, kafirlarni do'st tutsa hojat yo'qsin. Muhtojlik qilmaysan, shunga bo'lib ketadi. Fala tu'thiruhum alayhim. Shunga mu'minlarni tanlamay, kafirlarni tanlamanglar. Ve men yef'al zalika falaysa min Allohi fi shay. Kimki ashunda qilib qolsa, yani muvalatli qilib qolsa, falaysa min Allohi fi shay. Allah Ta'ala'nın hech qanday do'stlik qilib emas. Ay men yuvalil kafara falaysa min vilayatillahi fi shay. Yani Allah Ta'ala'nın do'st tutish, igichaq qilish qarta hech nima emas u. Bunun bo'lmagan bo'ldi. Allohning irodachiligi emas. İgdachiligida emas holati bo'ldi. Ya'ni muvalatul vali va muvalat aduvihi mutanafiyan. Chunki mana o'zining igisini igi qilishi bilan ondan igisining dushmanini igi qilish ikkisi bir-biriga zid. Illa an tattaqu minhum tuqa. Demak, va man yaf'al zalika falaysa Allohu fi shay jumlatun mu'tarida. Odatda unda ulabni bo'lsa la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin dedi. Shunama illa an tattaqu minhum tuqa. Yani illa an takhafu min cihatihim emran yecib ittikav. Yani ulardan, yani kafirlardan o'zingning jinini, melini, izzat numusini qo'g'dab qilish uchun aynda bir mudarat qilishga muhtoj bo'lib qolsanglar, u chaqdan nimayli. Ruxsat. Illa ay yakuna lil kafir alayka sultan fatakhafu ala nafsika wa malik. Demak, shu chaqda bunda bir yumshoq gap qilmasang, sizni o'ttiradigan yoki mol dunyoning tatoldigan, zaqmlandirgan, izzat numusini dafsanda qildigan bunda ahvol bo'lib qolsa, bunda ensirab qolsang, bu haqiqiy xavf bo'lib qolsa, u chaqda tahinazin yajuzlaka izhar muvala va ibtan muada. U chaqda sen men dushman demay, muada degan dushman. Ko'ngda dushmanlikni fikr, ko'ngga. Men dushmanim bor deb ko'ngda bilib turib, degan sirtli ko'rinishda avni unda gullab qo'ysang bo'ldi demoqchi. Bu sahabenin işi boğaçtan. Mesela Ammar ibn Yasir vakası buldu. Onun başka vakalıkları buldu. Mesela bir sahabe Khandaq gazasida neticenin kaşkırıp o arasını buzulattı o. Demek Yahudiler ve başka kafirlerin Mısır'ı karta. Bunda ahvalda siz Yahudilerini, kafirlerini, müşriklerini dost tutmanlar. Müminlerin sebebi durunlar. Şularla birlikte olanlar. A tarafı karşı tarafının sebebini tutkanmalar. Demek bir şey illa an tattaqu minhum tuqa degan tuqiya degan ma'nosi. Mesela tuqiya. Minhum degan uchun tattaqu minhum deb min bilan ta'addi qildi. Bu tadammun. Yanda yatadammanul xawf. Kaman khafa min musin. Khafa degan min bilan keldi. Davolkan illa an tattaqu minhum tuqa. Yani xawf ma'nosi o'zishadan khafa yata'adda bimin. İlla en tettaqu minhum tuqa illa en takhafu minhum. Şuna ma takhafu deb izohlar qildi, tafsir qildi. İlla en takhafu min cihatihim emran yecib taqavus. Saqlanmoqchi bo'lgan bir ish qarta ashular tarafidan endish qilib qolsa, qo'rqinch bo'lib qolsa, illa yakuna lil kafir alayk sultan fatakhafu ala nafsika wa malik fahina yajuz lak izhar muwala va ibtanul muada. Ibtan kana dushmanlikni ko'ngilga maxfi tutib, botinni ishingda dushmanlikni saqlab sirtda do'stlikni izlab qilsam bo'ldi. Ammar ibn Yasir shunday degan menga deb berdi. Ammo bu ruxsat anda janni qo'ldaydigan ahvolda kafirlar qarta anda ittiqo qilish al-harb xita bo'lgan ekan ruxsat qilgan. Ama Şialar deydi, tattaqu minhum tuqa degan ahli sunnadan o'zingni qo'llash uchun tuqiya ishlatsan bo'ldi. Men ahli sunna deb ashi ishga turib aralashib turib bunda qirvasan, zaharlik ishlatsan bo'ldi deydi. Yani tuqiya degan nazariyasi bu Şianing cho'ng nazariyasi prinsipi bu. Mush oyat nima dalil qilib keltirdi.
Ameliyatda bunun unda deptruanı bilan u Hazreti İmam Ali bütün aşı janglardan biri tuqya ishlatib bakmoqda. Yani aşılı belki aşı Hazreti Ali urushqanni kafir deyish mumkin. Ya kafir musulmon da ahli sunnet qarta, islom qarta tuqya ishlasam bo'ldi degan o nima xavarij qarta tuqya ishlatib bakmoq. Demak bu tuqya deganimiz kafirlik qarta ishlatilgan narsa. Shuna doktor Qardaviy Rafsanjani bilan munozirlashgan chog'da Rafsanjani tuqya masalasini o'qiysa, bu tuqya masalasini sen xatoni qilding. Bu tuqya degan kafirlik qarta ishlatilgan narsa, mu'minlar qarta ishlatilgan narsa emas deb rad. Adama xavarijlar bu tuqyani inkor qilgan. Qat'iyanda tuqya qilish bo'lmaydi. Nima bo'lishini qat'iy nazar uch deysa subhanalloh. Tuqya joiz emas degan. Mana Qur'on karimda illa anta tuqminhu taqam. Ya'ni Qur'on karimda illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman. Ammar ibn Asir to'g'riroq. Unda kelgan ekan bu ruxsatim. Demak tuqya nima deb iborat? Muhofadatun nafs aw al-ard aw al-mal min sharri al-a'da'i al-kafara. Bu tuqyaning tarifi. Muhofadatun nafs aw al-ard aw al-mal من شر الأعداء الكفرة أعاذنا الله من شرهم ويحذركم الله نفسه يعني الله تعالى سلرني أزدن أقالندردو أي ذاته فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه شما سلا Allah'ın düşmanlarını dost arqılıq onun gazabıga yoluq qamğaysılar ve hada va'idun şedid ma'vazı qattiq tahdid ibarat. Başqa narsadan bunda bo'lib qoldi ogohlantirmaydi. Alloh taoloning o'zining g'azabidan, noroziligidan ogohlantiradi. Va ilallohil masir. Qancha qilsam yana cho'g'rab Allohning huzuriga borasizlar. Shunga sizlar huzuriga boradigan zotning g'azabidan saqlanishinglar uchun Allohning dushmanlarini do'st tutmanglar. Yani sizlarning masiringlar, boradigan joyinglar zotning oldiga borasizlar. Val adab mu'addun ladayhi. Allah Teala'nın huzurunda azap tayyak bu, dozaktında tayyak var. Demek bu bir vaidden ibaret. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduh. Aytqin ki, eğer sizler kümlünlardıklarını yuşurunlar, ya ki izar kılınlar. Biz bir ayette diyen tukku, in tubdu ma fi amsikum ev tuhfu dep kelgen. Ya da tuhfu ne baş ekeldi. Ayette tubdu'nu başta eklişinin sebebini bayan kıygandı. Min vilayetil kuffar ev gayriha demek ki konuda baş kafirlarını dost tutup kafirların sefini tutuş tekniğini konularına kursanlar ya ki izhar kılsanlar Allah Teala bilip durdu onu. Partiya azası olab mesela kafir hizmet kıldan müminler azab verip şularını tutup solap kıynap sorak kılıp bunda azab verdiğinler bu izhar kılganlar yani. Çünkü izhar kılmay konuda bunda fırsatga erişemepti. Bunda mansab ve xizmatni alanmapti bu. Shundan so'ng ko'ngillarga mening qo'lim kelsa, shuni bunda qilsam deb ko'nglimda fikrlar bo'lib qolsa, Alloh taolo biladi buni. Nima jamiyat shunday xalqi bor. Demak, har qanday Alloh rozi bo'lmaydigan shunday bir narsani, shuning ishida Allohning dushmanlarini do'st tutishim bor. Shunday narsa ko'nglimni kutib qolsanglar, yoki sirtqi zarb qolsanglar, ya'lamulloh. Alloh taolo biladi. Uni maxfiy qilmaydi narsa. وهو أبلغ وعيد أن ما هو إنطاين بكلم خشلق تهديد تبارد إلقرق سمار وعيد تجنما لكن ما بكرقن كونك كيف شنو كونك أكلب قاسما نيتون شنو قاسما الله تعالى بلغتده شنو أساسا أدبونا بردوان مش أنا شنو صدور ده مجاز باعتبار المحلية قلب الله لكن صدور حاوية أو وعاء للقلب باعتبار المحلية دي ويعلم ما في السماوات وما في الأرض عنده ما هو مشاهدة هذا عطف مسكن يعني يعلمه الله عطف مسكن بو يعني أيضا بر ينادن ديرك ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واستئنافية دي مسجد أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلا يخفى عليه سركم وعلنكم ديدم يعني أسمان زندك هم مناسب بلغة ذات undaq sizning ishingizga va sirtinglar qilayotganingizni albatta maxfiy qilmaydi. Yoki buni bunday deymiz, istinaf min iradil am ba'd al khas. Ilgirkisi xas ahvolda qalblardagi va qilayotgan ishlar. Mavamda qalblardagi qilayotgan ishlar undan boshqa nurg'un sizga munosabatsiz hamma narsani bilib turdi. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Yani Allah Taala her qanday ish qodirdir.
Yani Allah degan so'zni aniq ekan-da. Masalan, ya'lamulloh va ya'lamu ma fis samawati va ma fil ardi va huwa ala kulli shay'in qodir desama, shu yerda damirakasin bo'ldi. Nima uchun? Texmi ta'zim qilish, texmi qo'rqitish bu. Oyinda qodir bo'lganlikdan, unda sizlarga qarta jazo berishmi, adibonlik berishmi qodir. Demak, Alloh taolo hamma bilib turuvchi, hammaga qodir deb Alloh taolo ilm va qudrat degan ikki sifatni mushonlarni isbotlagan bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.